Biz bugungi videoda Vivaniya qilamiz. Hozir o'zbek qo'shilsa kerak. Qo'shildi. Hammaga salom. Ishlaymiz. Birinchi o'rinda har doimgidek Daraxtdan boshqa narsa. daraxt chopamiz. Kanalimiz yaqinda 50 ta bo'ladi. Iltimos obuna bo'lingizlar. 100 ta bo'lishi kerak. Yozda oxirigacha 100 ta qilmoqchimiz, maqsadimiz. Shu daraxt ezish jonga tegib ketdi. Faqat shu daraxt eziverasan. Oğlum taştan küçük. İşte ezilgan. Oğlum boshqa yezman kerak bo'lsa o'zingiz ol. Topish kerakmas menga. Kim birinchi qishloq tovush o'ynaymizmi? Kirki. Ovqat kerak-da bizga. Ovqat tovush uchun qishloq kerak. Qishloq tovush uchun izlash kerak. Yo'q, buncha jurak ko'rdingki. Agar keyp o'ynasa. Da buf bo'lardi. Men shuncha metadi-yu, lekin pechkaga ham kelib qoladi-da. Shuning uchun kovlaverish kerak. Ey, Nechta soching bo'ldi? yaqinda 30 ta bo'ladi. Qancha qilib bo'ldi? 30 ta bo'ldi. Senkimi? Ha. Baxil menda 34 ta. Menda 35 ta, 36 ta. Menda 37 ta. 40 ta. Birinchi ta menga ham. Hozir qanday qilyapman hozir? Bir kalıp böyle. Sen bilmem çıktım. Ketdim men bo'ldi. Endi men toshdan kirki yasash kerak. Bitta qalaч, ikkita pechka, bitta bolta. Her nima pechka qo'ydim. Har ehtimolga qarshi yana bitta bolta, yana bitta kirki. Bo'ldi. Ketdik. Versak tez olish kerak. Var ekan. Ketdik, olamizmi? Hayda chopdim. Mana. Yo'q. Ko'mir. Maqsadimiz temir topish. O'zbek chiqib ketdi. Hozir kelsa kerak. Mana temir. Va bizni birinchi temirimiz. O'zbek. Bu qismda o'zbek qatnasha olmaydi ekan. Ikki qismma qilamiz buni. O'zbeksiz ham o'zimiz iplo olamiz. O'zimizga, lekin o'zbek o'ziga iplash kerak-da, men o'zbekka qilib bermayman. O'zbek yaqinda ismini almashtirmoqchi. Masalan, nima deb? Masalan,
Masalan ham. Voy çok. Sal qol. Sal qolishga sal qoldi. Sal qolishga sal qoldi. Masalan o'zbek nima deb nomini almashtiradi? Masalan katta odam deb. Cho'l. Jamur olmasın. 3 tagina jam qoldi. Yo'qoldi. Asab ketayman. Men o'zimga temir qilib qoldim. O'zimga qolsa bo'ldi. Yonmaydi. Ketdim. Nima bo'ldi bu? Yugurish kerak. Bu yoqda emas edi. Hozir senlar hammangni ko'rsaman ko'zingga. Sen mashina. Sen bittagina kamonchi-ya. O'ynashmayman bilan sen. Men bu yerdan yo'l ko'tarib qoldim mana. Yaxshi bittagina bo'lib kerak edi. Narsalarim bor. Mana. Hammasi o'z joyida. Yaxshi ko'mir topish kerak. Sen qo'rlang sen monsterlarim. Ko'mir ko'rdim. Atrofda urushmay tursinlar. Sen temir bilan bo'ldi. Bunga ko'rsa qo'y. Bittagina to'g'ri. Chiroq. Yaxshi. Mana olam bor ekan-ku. Yaxshi. Temiristoni mana. Temir yana. Endi bularni pishiramiz. Cheng ikkiga bo'lish uchun 11 dan keyin versaga kirib foydani ham o'ylash kerak. 12 ta qo'yib ketadi. Bu ham 12 ta. Pishguncha biz mana bu yerni tekshirib ko'ramiz. Tekshirmaganimiz ma'qul ekan. Aytamiz. O'zi chiqadigan yo'lni topa olamanmi? Mana topdim. Yaxshi. Sakrab ishtonni olamiz. Ishtonni kiyib olamiz. Shaltoqqa jetmaydi ekan. Endi yetadi. Yaxshi. Tez pish. Zirab ketdim.
Tamam mesela pişini kütüş. Şimdi meselemiz bet saksagını. Saksagını. Saks temir yoktur lekin mende 4 de boldan 4 de gerek. Yani 2 tegene temir bolganda men temirden kiyinip bolardım keyin temir kirkey bolsa esesem bolmuyor. Burada monsterlar koyup monsterlar. Yerde oramız. Polni diyarlı. Kömürge kolunu tutamagan. Yaxşı. Bol mana polni demir aslaha. Yürüsek tez olamız. Şu joyda birinci kısım tugaydi. İkinci kısımda nasip olsa Özbek qo'shiqlar. Qo'shilmasam o'zimiz qilib beraman. Keyingi qismda nomini o'zgartira. Bu bola baqiram. Hozir men endi qaytib qo'yaman. Yo'q men yeyib qo'yamiz. Qo'yamiz. Bo'ldi. Hamma yer.